Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini ko'rishinglarni qarşılaymiz. Tövəndə dehqonlar xəvərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Yaqin yillardan buyon Sherqiy Türkistonda millionlagan Uyg'urlarning lager qamalganligi haqida xalqaro media taratqular va hukumat organlarida guvohlik bergan lager shohidlarining yurtidagi urug' tuqqan qarindoshlarining Xitoy doiralari tomonidan o'zliksiz har xil tahdid hujumlarga uchrayotganligi xalqaro taratqularda xabar teminlar bo'lib kelmoqda. Xalqarada tunilgan lager shohidlaridan ilgari Urumchidagi ma'lum bir lagerda o'qituvchilik qilgan Qalbi Nursidiq lagerda ko'rgan ahvollarni oshkorlamaslik sharti bilan 2019-yili 9-oktyabr kuni davolanish nomida eri va qarindoshlarini kepillikka qo'yib, Urumchidan ayrilib Gollandiyadagi qizining yoniga borgan. Lagerda o'qituvchilik qilish jarayonida har jihatdan og'ir zarbaga uchrab, salomatligidan ayrilgan Qalbi Nursidiq Gollandiyada bir mezgil davolangandan keyin 2020-yili fevral oyidan boshlab Xitoyning Uyg'urlarga berayotgan tasavvur qilg'usiz darajadagi rahimsizlik, chekdan oshgan zo'ravonlik, xo'rlash, qiyin qistoqlarga oylab shohid bo'lish jarayonini tafsiliy anglatib, xalqaro taratqularda oshkorlab kelgan. Qalbi Nursidiqning BBC, CNN agentligi qatorliq nopusliq xalqaro taratqularga bildirishicha, Xitoyning Urumchidagi lagerlari haqida guvohlik bergandan buyon o'zi va Urumchidagi qarindoshlari o'zliksiz Xitoyning tahdidiga uchrab kelgan. Qalbi Nursidiq Gollandiyaga kelgandan buyon oxirgi qatim, ya'ni 17 fevral kuni Urumchidagi Xitoy davlat bexatarlik soqchilarining uning hadisi va boshqa qarindoshlarini soqchi idorasiga chaqirib kelib, Qalbi Nursidiq bilan undidor ekranda ko'rishtirib, ochiq-oshkora tahdid solgan. Dastlabda u shunday ilgarlik bilan kulib turib menga salom qilib ko'rishgan bo'ldi. Andan keyin har xil so'zlar bilan sen o'zing yaxshi turibsansan, sen bir uzoq bo'ldi bu yer tuqqanlaring seg'ilmadingmi, bu o'zing tug'ilib o'sib ketgan joying seg'ilmadingmi? Bularning hammasini ko'rgizib kelganda vaqtdan sen qachon qaytib kelsan, sen har zaman qaytib kelsan biz degan seni yana texmo yuqori ta'minotlar bilan sen eng isil uy-joy, eng isil ashtab nimalar bilan seni biz kutib olamiz. Boshdan sen baxirlanasan, yana cho'qim qaytib kel deb ajamga aşağıda man kösüp durup imza qo'yg'izdi 5-oyda men qaytib ketgan to'g'riliq. Qalbi Nursidiq o'zining 28 yil xizmat qilgan Urumchi shaharlik 24-boshlang'ich maktabning qo'shtillik maktab qilib o'zgartirilmagan chog'larini xuddi bir cho'ng oilasiga o'qishtirib, maktabining butunlay Uyg'ur milliy maktab ekanligini, o'qituvchi o'quvchilarning hammasining Uyg'ur bo'g'ashqa bakmi ozodi, ajoyib xushal chog'lar ekanligini, o'quvchilarning xuddi o'zlarining bolalarga, o'qituvchilar bo'lsa o'zaro qarindoshlarga o'xshaydiganligini, qachoniki 2004-yildan boshlab Xitoy maktabi bilan birlashgandan keyin xuddi qaboatlik tushdek maktabda osmon zamin o'zgarishlar bo'lganligini, 2004-yili 24-boshlang'ich maktabda jami 76 nafar Uyg'ur o'qituvchi bo'lib, maktabning mudiri qatorliq ma'muriyatidagilarmi Uyg'ur o'qituvchilar ekanligini, Xitoy maktabi bilan birlashtirilgandan keyin Xitoylashtirish ma'rifining qadam-qadam kuchaytirilishiga ergishib, 2018-yili o'zi pensiyaga majburiy chiqqan vaqtda maktabda qolgan Uyg'ur o'qituvchilar 32 nafarga qisqartirilganligini, 2019-yili oktyabrda Sherqiy Türkistondan ayrilish oldida 1 yilga yetmagan vaqtda Uyg'ur o'qituvchilarining sonining texmi ozlab 16 ga tushib qolganligini, qolgan 104 nafarning hammasining Xitoy o'qituvchi ekanligini bildirgan. Nihoyat osondagi guvohchi va shohidlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga berayotgan siyosatlarining asli mohiyatini aytib berishda intayin oshqoshlik rol o'ynagan bo'lib, Qalbi Nursidiq, Tursunay Ziyovdin, Zumrat Davud va boshqa lager shohidlarining xalqaro axborotlarga oshkorlagan dalil isbot va guvohliklari xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatining Sherqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligi va irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini jazmlashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Mart kuni Avstraliyaning Adilayd shahrida yashayotgan Uyg'urlar Xitoyning Adilayd shahrida yangidan echilgan Xitoy konsolxonasiga qarshi namoyish faoliyati yapadi. Adilayd shahridagi Xitoyning yangi ochilgan bu konsolxonasi Adilayd rayonining aholi o'ltiraqlashgan rayonida bo'lib, 30-mart seshanba kuni echilish murosimi o'tkazgan. Bu vaqtda Sherqiy Türkistan Avstraliya jamiyatining uyushtirishi bilan berilgan namoyishga Adilayd faoliyat qilayotgan Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar va Falun Gongchilar, Vyetnamliklar va bir qancha parlament a'zolari shundaqla yerlik xalqlar bo'lib ko'p sonli kishi namoyishni qo'llab qatnashgan. Nurmuhammad Turkistonining bildirishicha, u namoyish jarayonida muxbirlarga bayonot berib, Adilayd shahrida Xitoy konsolxonasi ochilganligining Adilayd xalqi uchun bir ofat bo'ladiganligini ifodalab, yerlik xalqlarni Xitoydan ogohlantirib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan berayotgan zulm va besimlarni to'xtatish, Xitoyning turmalarga va lagerlarga qamalgan begunoh Uyg'urlarni darhol qo'yib berish haqida chaqiriq qilish bilan birga, Avstraliya axborotlariga xitob qilib, Xitoyning Sherqiy Turkistonda berayotgan chekidan oshgan zulmining qirg'inchilik darajasiga yetganligini bildirib, Avstraliya xalqi va hukumatini ogohlantirgan. Xitoyning kengaymichilik siyosati va ta'sir doirasini Avstraliyada kuchlantirish maqsadida bu konsulxonani ochayotganligini bildirgan. Shundaqla bu qatimqi namoyish Avstraliyaning radio televiziya kanallarida, gazet va taratqularda keng tarqalgan. Xitoy konsulxonasining ochilish murosimiga Xolida ismli bir Uyg'ur ayol qatnashgan bo'lib,
namoyishchilar bu Uyg'ur ayolga qattiq qarshilik ko'rsatib, har xil shuarlarni to'lagan. İctimai taratqularda bir video tarqalgan bo'lib, bu videoda mazkur ayol Xitoy konsolxonasiga kirib ketayotganda namoyishchilarning qattiq qarshilikqa uchirganligi, u ayolga qarshi munofiq, xoin, nomussiz degandek vaqirashlar bo'lganligi, buning bilan soqchilar jiddiylashib ketganligi namoyon bo'lgan. Video ijtimoiy taratqularda keng tarqalgandan keyin muhojiratga butkul Uyg'urlar orasida bas munozir paydo qilgan. Nur Muhammad Türkistonning bildirishicha, ular bu ayol to'g'risida buningdan ilgari bir yurish izdinish yapgan bo'lib, mazkur ayolning ismining Xolida ekanligini, u ayol bir Xitoy bilan to'y qilib Avstraliyaga ko'chib kelganligi, 2009-yili Urumchi 5-iyul voqeasi yuz bergandan keyin Xitoylar tarafidan Avstraliyada Uyg'urlar masalasini burmalash va ta'tir tashviqot berish uchun qurilgan atalmish Xinjiang jamiyati degan jamiyatning muavin raisi ekanligini bildirgan. Sherqiy Türkistan Avstraliya jamiyatining muavin raisi Tashari namoyishning nihoyat jonliq o'tganligini, Xitoy konsolxonasidagi echilish marosimini aloqasida qilib o'tganligini bildirib, Xolida ismli ayol to'g'risida to'xtalib, Adilaydtiki shahrida Xolida ismli bir ayolning borligini 10 yildan buyon anglagan bo'lsa-mu, faqat shu kuni tunji qatim u ayolni Xitoy konsolxonasidan chiqayotganini aniq ko'rganligini, Xitoy uchun xizmat qilgan yuchun ayol ekanligini, Uyg'urlarning obraziga dog' keltirganlik sababidan Uyg'ur yoshlarining u ayolga qo'l silib qo'yishdan soqchilarning to'sib tadbir olganligini bildirgan. Angliya radio şirketi BBC agentligining Xitoyda turishliq muxbiri Shali Xitoy hukumatining besimi va tahdidiga uchragandan keyin Tayvanga o'tkalgan. BBC agentligi 31 mart kuni Twitterda Xitoyda turishliq muxbir Shalining Xitoydan ayrilib Tayvanga ketganligini va Xitoyning sezgur xabarlarini davomli iz qo'g'laydiganligini e'lon qilgan. Shali Xitoyda 9 yil turgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur kishilik huquq masalasi to'g'risida doklad bergan va nurg'un mukofotlarga erishgan. Uningdan boshqa u yana Xitoy virusi to'g'risida doklad bergan. BBC'ning chorshanba kundagi jazmlashtirishiga qaraganda Shali va uning oilasidagilar Beijing aerodromiga qarab yo'lga chiqqanda puxroj kiyingan soqchilarning keyniga agishib olganligini, Shalining Xitoy doiralarining dunyoning bilishini xohlamaydigan haqiqatni oshkorlaganligini, Shali ilgari o'zining va muxbir atritining Xitoyda qayerda suratga olayotgan yoki ziyoratda bo'lishidan qat'iy nazar izchil kuzatish, tahdid, to'sqinlikqa duch kelayotganligini bildirgan. Shali parakanda qilish va tahdid qilish yo'li orqali Xitoydan ayrilishga majbur bo'lgan tunji chet el muxbir emas. Xitoydagi chet'ellik muxbirlar klubi Shali voqeasini Xitoyning chet'ellik muxbirlarni qo'rqitish orqali ularning xizmatiga to'sqinlik qilish planining bir qismi. Bu Xitoydagi chet'el muxbirlar qartilgan besimning yanada kuchaytirilganligidan derak berdi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu tur kam deganda 18 chet'ellik muxbirni unumli qo'g'lab chiqargan. Amerika-Meksika chegarasidagi insoniy tragediya kundan-kunga og'irlashayotgan bir paytda Amerika doiralari tarqatgan bir ko'rinishda odam atkazchilarining qanchalik rayimsiz ekanligi yana bir qatam oshkorlandi. Termal kamera bilan tortilgan foto suratlardan chegaradagi tomga yamishib chiqqan odam atkazchisining 4,5 metr egizlikdan biri 3 yosh, yana biri 5 yoshlik ikki qizni Amerika tarafiga tashlayotgan ko'rinishlar o'rin oldi. Ikki bolaning chegara charlash atrit tarafidan qutqizib olinganligi, Gonduraslik 4 yoshlik bir bolaning rayonda yolg'iz aylanib yurganligi qayd qilindi. Meksika, Gonduras, Salvador va Guatemaladan Amerikaga ko'chib kirmoqchi bo'lganlar odam atkazchilariga o'zi va bolalarining har biri uchun $6,000 to'laydiganligini o'tirg'i chiqargan ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.